Uzatilgan qizlarni ota-onalarini, qarindoshlarini bitta katta aybi bor. U ham bo'lsa, farzandi uzatilgan joyda jabr chekayotgan holatda, jabr chekib uyga kelib, jabr chekyapman, men yasha olmayman. Qaynonam bunaqa, qaynotam yaxshi emas. Erim so'kadi, uradi, jazolaydi, qiynaydi meni. Men u yoqda yasha olmayman degan holatlarda ota-onalar birgalashib o'sha qizni erga teggan oilasiga borib o'tirib muhokama qilib yonini olmaydi. Himoya qilmaydi qizni. Kelinni himoya qilmaydi. Va shuni natijasida bor ket, mayli ozgina turganda 1-2 kun yoki bir hafta yashaganda uyda. Keyin bor eringni uyiga qaytib ket deb talab qo'yishadi. Shu katta xato o'zi bor-ku. Qiz bolani uzatdimi, albatta uni hayot tarzi bilan qiziqib borish kerak. Shu narsa ota-onani burchiga kiradi. Agar hayoti yaxshi bo'lsa, xo'p, yomon bo'lsa, er-xotin bo'ldi, bu tamg'a, butun umrlik. Yomon bo'lsa ham yashagin degani emas. Yashagin degani emas. Shuni tushunib yetish kerak. To'g'ri kelmayaptimi bir-biriga? Bir-birini tushunmayaptimi? Bir-birini qadrlamayaptimi? Bir-birini xor qilib qo'yaptimi? Demak, bular birga yashashi juda qiyin. Har doim eshigimiz ochiq. Agar sen u yoqda yasha olmasang, qiynalsang, azob cheksang, mana bizning eshigimiz ochiq, seni xonang. Mana shu xona seniki har doim. Eskidan bo'lgan shu xona seniki deb sharoit qilib berish kerak. Agar uyda imkoniyat bo'lmasa, chunki ukalari bor, o'zbekchilik, akalari bor, uylanadi, bola chaqali bo'ladi. Yashash uchun sharoit qilib berish kerak ota-ona. Doimiy holda ota-ona farzandini yaxshi ko'rishini, uni himoya qilishini ichidan o'sha farzand sezib yashash kerak. Mehr oqibatli bo'lish kerak-ku oila. Bir-biriga g'amxo'r bo'lish kerak-ku. Hurmatini joyiga qo'yish kerak-ku, to'g'rimi? Erkakni ham, ayolni ham bir-birini hurmati bo'lish kerak oilada. To'g'ri, mayda-chuyda urush janjallar bo'lib turadi. Lekin baribir o'sha urush janjallarda ham o'zaro suhbat, gaplashish kerak bo'lsa, o'sha uchinchi shaxslar aralashuv yordamida yo hal qilish kerak yoki ajrashish kerak.